Tuyib qo'ymish. Qiz bo'lmay yo'llaring. Ifloslar, marazlar. Sanlarni ham ona tuqqanu. Ras shunaqa niyatlaring bor ekan. Odamga o'xshab so'rasalaring bo'lardi. Ifloslar. Shu ishlari yaxshimi? Nima? Salla farishtamisanlar, ha? Uyingda guldek xotining bo'lib turib, ko'chada o'ynash qilasanlar, yana o'zingni oppoq ko'rsatib, farzandinglarni tirik yetim qoldirasanlar. Nima, salla shu ishlar yaxshimi? Menga pul kerak. Yolg'iz otaman. Xotinim rahmat. O'lib ketdi. Mali, erkak всегда прав. Хватит. Saralashma. Qichitma. Hozir boshlaydi. Malik hech qachon hech kimni tushunmagan. Bolaligimda onam e'tibor qilmagan deb. Bunaqa erkaklarning hammasi keyin nuqtaday bo'ladi. Endi qillaring. Nima, bu ham o'zi shunaqa bo'lishni xohlabdimi? Xotini balki boqmagandir. Ko'chaga olib chiqib qo'ygandir. Siz ham o'sha ayollardan ekansiz. Kuzatib olmam. Opa! Opa! Посмотри. Чуть-чуть. Ну, молодой. Bu ham baribir shunaqa erkaklardan bo'ladi. O'g'limni tikib olishing uchun uylantirganmidim? Oyijon, uzr, ayolchilikda bilmay qoldim. Yo'q. Oyijon, nima keragi bor shu tomoshalarni? Oilami chestini yutib berasan. Mana shu klubga olib bor. Ha, oyijon, olib boraman, yutamiz. Menga ishoning. Hokimni eshitdingmi? Odamlar bilan uyga kirib, uying musir deb sharmandasini chiqaribdi. Uyingni tozalab o'tir. Mana palagim toza. Yaxshi o'tiribsizlarmi opalar? Olinglar shashliklar. Erin tikib qo'ygan keling. Sen o'zingni osib yuboruvding-ku? Arqonim ip uzilib ketdi. Ajalam yuz o'giribdi-da. Gap qisqa qillaring. Biz o'ynagani keldik. Kichkina maduriylar qoldimi? Mol qo'ylarim bor. Pasporti bormi? Men Suzaman. O'ynashni bilasizmi? Men o'ynab yurganimda senlar rezinka o'ynab yuruvdilaring. Ey, biz ragatga o'ynaganmiz. Davleniya doringizni olganmiz ish qilib. Oyoqqa qormang, tag'in oppoq. 31 Mastonapa. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tikishga hech narsangiz qolmadi-yu. Bor. Tikadigan narsam bor. Qaynonani tikaman. Nima? Oyijon, qaynonasini berib qo'yadigan it kelinlardan emasman. So'zing, poshsha opa.
bir. Qariganingda saniyam tikib